Mana gazoblok stanoga o'rnatib berdik. Bu mishalkani shu yerdan past qismini biz yasamaganmiz, tepali qismini yasadik. Mana uning sizlarni ham o'zimiz qildik. Qoliplarni o'zimiz yasab keldik. Shu stanoni o'shaligi internetda juda nima bo'libdi-ku, gazoblok stanolari $1,5 $2,000 komplekt, $3,000 deb turib sotib shunaqadan olganlar aka. Bir marta ham gazoblok quymaganlar. Qaytadan kelib turib mana hozir gideta qoliplar o'zi $4,700 qolip oldilar. Mishalkani ustini qilib dubacho-macholar bilan $5,000 rasxod qildilar sheyga. Yana 1,5 mingami o'sha olganlar. Shu stanoni qilingan ishlar. O'sha mishalkani bergan. U mishalka gazoblok quyolmadi. Mana o'qlarni ham mana trubani o'zida qilib qo'ygan. Bilmadim qanaqa qilib nima qilgan. Mana bacholari. Shu suv ustgan nimadirlar. Qisqasi o'p tashladik. Bitta o'sha mishalkani trubasini o'zi qoldi. Qolgan narsa, hamma narsasi mana qoliplari. Mana reskalari. O'p tashaldi mana. Reskasi ham hamma narsasini qaytadan oldilar. Mana metallon bo'lib qoldi endi bu narsalar. Bunaqa narsa internetdagi har xil narsalarga ishonavermani surishtirib bilib olinglar. Keyin yana rasxodga tushib qolasizlar.